5 ta qishloq xo'jaligidagi miflar. Ishonishni to'xtating. Birinchi mif: ko'proq o'g'it, ko'proq hosil. Ko'pchilik hali ham bunga ishonadi. Aslida esa haddan tashqari o'g'it ildizni kuydiradi, o'simlikni stressga soladi va hosilni kamaytiradi. Haqiqat: o'g'it me'yor bilan bo'lganda foyda beradi. Ikkinchi mif: qora tuproq eng unumdor tuproq. Tuproq rangi unumdorlikni belgilamaydi. Ko'p fermerlar qora tuproqni kuchli deb o'ylaydi. Haqiqat esa unumdorlikni faqat tuproq tahlili ko'rsatadi. NPK, pH, organika. Uchinchi mif: quyoshda sug'orilsa barg kuyadi. Bu butun dunyoda eng keng tarqalgan noto'g'ri tushuncha. Quyosh plus suv bargni kuydirmaydi. Haqiqat esa haddan tashqari issiqlik stress bo'lishi mumkin, lekin suvning o'zi bargni kuydirmaydi. To'rtinchi mif: katta urug', katta hosil. Fermerlar katta urug'ni kuchli deb o'ylashadi. Aslida esa hosilni urug'ning hajmi emas, genetikasi belgilaydi. Haqiqat esa gibrid, F1, stressga chidamli navlar asosiy omil. Beshinchi mif: organik hech qanday pestitsidsiz va kimyoviy mahsulotlarsiz. Ko'pchilik organik qishloq mahsulotlarini va organik o'g'itlarni 100% tabiiy deb o'ylaydi. Haqiqat esa organikda ham pestitsidlar bor, faqat ruxsat etilgan turlari. Misol uchun, misli preparatlar, biologik fungitsidlar